O'z narsalar oldik, kiyindik. Birinchi ish kunimga men tayyorman. Sinovda men kampotman o'z. Bugun men mana bu qishloqda oshpaz bo'ldim. Endi bu chet ellarga har kuni ovqatlar berishimiz kerak. Bo'ladi, rostman. Birini o'zi aytdi va biz shu yerda ana shunaqa oshpaz bo'lamiz. O'z endi ishga borsak bo'laveradi. Kiyim yarashibmi? Kommentarga yozinglar. O'z demak chet elda meni kutib qoldi o'z. O'z ularni oldiga boray, bugun nimalar ekan ular so'raymiz. Salom chet elda, yaxshimisizlar? Voy, kompot kiyimingiz zo'r yarashibdi-ku. Ha, rahmat, Jalolmir. O'z aytinglar, nima yeysizlar bugun, yozib olamiz. Men burger yeyman. Nima deyapsizlar? Qanaqa burger? Men hamburger, ajoyib idea ekan. Menga hamburger, menga ham to'rtta burger. Yo'q, sizlarga qayerdan topaman shu burgerni? Bilmadim, kompot, sizlarga burger kerak. Buni iloji yo'q, men faqat kartoshkadan salatlar qilaman, ovqat qilaman, boshqa narsadan emas-ku, bilasizlar-ku. Kompot, agar qilib bermasang sendan xafa bo'lamiz. Yo'q, nima deyapsizlar? Kompot, iltimos qilsang, bo'lsam povlikdan ketasan. Yo'q, bular nima deyapti? Kompot, iltimos bizlarga burger qilib ber. Obbo, jano'rsan. Qilib bermasang iston bo'shaysan, kompot. Bo'ldi, Jalolmir, bo'ldi. Siz nima desangiz shu, men albatta burger qilib beraman sizlarga. O'z do'stlar, bular nima deyapti? Voy, jano'rsan. Men burgerni qayerdan yeb bular ketib qolibdi. Do'stlar, bularga burger tayyorlab berishim kerak ekan. Sizlar kanaga bularga bosishni unutmanglar. Men burgerni qanday tayyorlayman? Kartoshkadan ovqat qilsa bo'ladi-ku. Shuncha masalani. Bularga ikini ham yo'q menga. Jano'rsan, burgerga narsani ketadigan narsani ham yo'q. Nima qilsam ekan o'ylaymiz. Do'stlar, o'z kommentariya fikringizni qoldiring. Nima qilsam bo'ladi o'z. Menga idea keldi. Powerball dance powerga telefon ko'ramiz. O'z hozir ana nomerni topamiz. O'z mana oshpazni nomerini topamiz. Ana gullar ketyapti. Salom, men Isom, men oshpaz. Salom oshpaz, yaxshimisan? Men kompotman, tanidingmi? Albatta tanidim. O'nda yaxshimi? O'z, menga seni yordaming kerak bo'ladi. Menga uyimga kelib keta olmaysanmi? Albatta boraman. 13-qishloqqa ketsang men seni kutaman. Bo'ldi, hozir boraman, kompot. Bo'pti, yaxshi. Yordaming kerak, men burger tayyorlay, yaxshi. Do'stlar, u kelar ekan. Yaxshi, endi qutuldik, endi uni kutib o'tiramiz. U mana bu videoda menga tort tayyorlab bergandi. O'tib ko'rsangiz mumkin bo'ladi. O'z bizga nimalar kerak bo'ladi? Kepchi kerak bo'ladi, mayonez. Yana karamlar, yana non kerak bo'ladi. Shu narsalar yo'qlar ekan menga. Kompot, xavotirmi, men senga albatta qilib beraman burger. O'z qanaqa ideyang bor o'z burgerni? Mana uyingni burger qilib bersam bo'ladimi? Yo'q, unaqa chinnimisan, bizga burger kerak. Unaqasida keyin qilaveramiz. Yo'q, kompot, menga solmayapsan, men ajoyib qilib pishirib beraman. Mana uyingni qilib beramiz burger. Yo'q, chinnimisan? Vaqt ham yetmaydi. Yo'q, kompot, vaqt bemalol yetadi. Men senga sekund qilib beraman bir pasga. Pisadi, yo'q. Bilmadim. Kompot, menga so'naver bemalol. Agar sen aybdor bo'lasang, yaxshi chiqmasa. Bo'ldi, kompot, menga so'naver. Bo'ldi, davay, seni qilaver bo'p. Birga tayyorlaymiz bo'lmasa. Mayli, lekin vaqt ko'p ketadi. Kompot, bo'ldi, menga son, vaqt ko'p ketmaydi. Kompot, bo'ldi. Agar yaxshi chiqmasanchi, o'ynamiz. Sen aybdor bo'lasan, bo'ldi, men bilmayman. Bo'ldi, kompot, xavotir qilma. Cho'g'im vaqtim qilasan.
Oddiy noyam yetasizda. O'z mana ularni yuvamiz, o'z tayyorlaymiz, suv solamiz. Uyda mana qani buzamiz yaxshi. Hoppa mana bu yerni ham buzamiz. O'z mana piyozni to'g'raymiz. Kompot ana shunday qilib tayyorlaysan. Mana go'shtni qovuramiz. Kompot zo'r chiqyaptimi? Yo'q, zo'r chiqyapti. Tuz solishimizga ko'p sovurling. Uzr kompot. Davay yana sol. Bo'ldi, so'r bo'lib ketadi. O'z mana nonini ham oldik. Endi buni terib chiqsang kerak kompot uyingga. O'z o'tdagi mana bo'lyapti. Ichiga go'sht solmading-ku. Albatta solamiz o'z. Mana bu yerda devor bo'ladi. O'z mana qilib bo'ldik. Bu ana tayyor mana yog'i. Endi buni ustiga qo'ysak burgerimiz tayyor. Bo'ladi. Kompot buni ichiga go'sht ham sol. Soldim. Rahmat, kompot zo'r bo'lyapti. Oy, oshpaz yetib. Nimalar qilib qo'ydik. Kompot bo'ldingmi sen? Rahmat senga, zo'r chiqdi. Oy, endi buni jetillar. Nima burgerimiz tayyor bo'lmabdimikan? Bir borib kelaychi, hozir kelyapti. Nima bo'lyapti ekan? Kompot nima qilib qo'yibdi ekan? Ana bir borib ko'raychi. O'z kompot nimadir tayyorlayaptimi deyman. Oy. Ana bir boraylikchi. Jetil rahmat ana sen. Vaqtimiz bilan mana oy, bu nima edi bu kompot? Mana sizlarga katta burger. Yo. Buni kattaligini qaranglar. Buni o'zing tayyorladingmi kompot? Yo'q, albatta men ham borman. Ana povur bilan birga ajoyib burger tayyorladik. Sizlarga yoqdimi? Rahmat kompot, buni kattaligini. Mazza qilib yesak ham bo'lsa kerak. Yeb bo'lsa kerak bo'ladi. Rahmat kompot. Tez buni yegim kelyapti. Sizligini. O'z davay yeysizlarmi? Davay bu hamma uchun, sizlarga hammaga yetadi. Vahim qilmanglar. Qani unda sizlarga yoqimli istaqa, faqat meni pechkam va karavotimni yeb qo'ymanglar. Ana. Rahmat kompot zo'r bo'libdi. Endi sen ko'chaga qarasanmi deyman-da kompot. Nima deyapsizlar? Ana yeb bo'libsizlar. Oxirigacha yemaysizlarmi? Kompot. Bo'ldi, senga ham qolsa. Hazillarning ham bor sizlarni. Zo'r chiqqan bo'lsa men xursandman. Albatta kompot zo'r chiqqan. Mana do'stlar, biz mana bularni tayyorlab berdik. Kanalga like bosib unutmanglar. Ketyaptiki. Rahmat senga, oshpaz. Kompot arzimaydi. Endi men ketsam bo'laveradimi? Albatta ketaver, rahmat. Kompot zo'r chiqqan bo'lsa men xursandman. Albatta. Eng aqlli povur ekansan, rahmat senga. Kompot uncha osmonlarga chiqarib yuboryapsan meni. Bo'ldi. Ajoyib bo'pti. Mayli, ko'rishguncha oshpaz yetin. Undan-da zo'r ovqatni tayyorlaysan qani. Yordaming kerak bo'lar, bo'pti. Ana do'stlar, mana biz bugun kunlar bitirdik. Kanalga like bosib unutmanglar. O'z ajoyib bo'ldi, lekin mana bularga qilib berdik. Endi uyimni lazim kerak. Ana hammaga bitta ye. Kimdir kechiryaptimi? Kompot kechirasan, meni oshqozonim. Boshqa men uyga ovqat tayyorlamayman. Kompot, bizga yana bor masalliqlar.
Yozasanmi? Yo, bunga tanaffus kerak. Do'stlar, bularga yana indamasang yana ovqat yeydi bu. Qocha-bocha yetinglar, kanalga obunalik bosing. Unutmanglar, xayrlashsak ham bo'laveradi. Videomiz cho'zilib ketdi. Xayr. Sizlar bilan kamqot bo'ldim. Keyingi videoga ko'rishguncha salomat bo'ling.